Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Haqiqiy Ramazan roza oxirlashganda boshlaydi. Buyuk mutafakkur Najib Fazilning ushbu so'zi bo'yicha ilib aytganda, Ramazanning haqiqiy mohiyati Ramazan oyida mu'minlarga baxsh etilgan mevada o'z ifodasini topadi. Demakki, Ramazan oyi insonlarga go'zal axloq fazilatlarini yetildiradigan, yomon nachar illatlardan, shahvoniy havoyi havaslardan yiroq turishni odatlantiradigan, o'z-o'zidan hisob elib turishni musulmonning xarakteriga aylantiradigan intayin fazilatli bir oydir. Ramazanning insonlarga yo'l qo'yilishida nurg'un hikmatlar bor bo'lib, sabr shu hikmatlarning eng muhimlarining qatoridan hisoblanadi. Shunglashqa Ramazan oyi sabr oyi deb ataladi. Bu haqda payg'ambarimiz mundaq deydi: roza sabrning yermidir. Sabr bo'lsa iymonning yermidir. Demakki, sabrchan inson ro'zasini mukammal tuta oladi. Ro'zasini mukammal tuta olgan inson iymonini ham takomillashtira oladi. Ulamolarimiz sabrni 3 qismga bo'lgan bo'lib, bu 3 qism Ramazondagi sabrni ko'rsatadi. Birinchi, Alloh taologa itoat qilishda sabr qilish. Ikkinchi, Allohga osiy bo'lib qolmaslik uchun sabr qilish. Uchinchi, Allohning taqdirlariga sabr qilish. Allohga itoat qilishda sabr qilish deganimiz kunduzlari ro'za tutish, kechalari tarovih va tahajjudlarda turish, Qur'oni Karimni xatm qilish, zikr, tasbih, duo qilish qatorliqlarga sabr qilishni ko'rsatadi. Allohga osiy bo'lib qolmaslik uchun sabr qilish bo'lsa, shaytoniy nafsimiz orzu qilayotgan havoyi havaslar, shahvat, lazzatlarni tark etish orqali badanimiz va qalbimizning gunohlarga tushib qolmaslik uchun sabr qilishni ko'rsatadi. Allohning taqdirlariga sabr qilish bo'lsa, insonning ro'za tutganligi tufayli hosil bo'ladigan ochlik, ussizlikdek iztirobli sinoqlarga sabr qilishni ko'rsatadi. Shuni oydinlashtirib olishimiz kerakki, ro'za faqat och va ussiz qilishdan iborat emas. Shunglashqa ma'lum birining bir uyga qapsilib qilib, och, suvsiz qolganligi ro'zaning o'rnini ola olmaydi. Ro'zaning sabrchanlik, minnatdorlik, o'z-o'zini takomillikka qarab yuksaltirishdek nurg'un maqsadlari bor. Oxirida 4 mazhab imomlarimizdan biri bo'lgan Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning Ramazondagi sabr to'g'riliq to'xtalib o'tamiz. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning davrida Qur'on maxluq deb qaraydigan bir turkum mu'tazillar kuchlanib, xalifaning davlat mazhabini o'zgartirishga sababchi bo'ldi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bo'lsa, mu'tazillarga qarshi o'zi yolg'iz kurash qilib, bu buyuk fitnaning tarqalishining oldini oladi. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh bo'lsa, mu'tazillarning katta boshlari bilan nurg'un qatim munozir qilgan bo'lsa-mu, xalifaning ular tarafida turishi sababli nurg'un aziyatlarni tortadi. Hatto uni Ramazon oyida zindonga tashlaydi va puchuq non bilan bir yutum suv ichib ro'za tutgan holatda pish issiqda hushidan ketguchi qamchilanadi. U faqat Qur'on maxluq degan bir ig'iz so'zni qilsa, bu azoblardan, bu qiyin qistoqlardan tamoman qutulib qolgan bo'ladi. Ammo u mu'min degan yashag'anlari bilan imtihon qilinadi. Haq yo'lda chekkan mushaqqatlarga sabr qila olsa, Alloh uningga hisobsiz ajr beradi deb o'z e'tiqodini mustahkam turadi. Va bu fitnaning oldini olish uchun qonlari oqqan bo'lsa-mu, sabrni o'ziga yor qilib, keyingilarga ulgu bo'ladi. Alloh taolo haq yo'lda jafo mushaqqat tortib aziyatlarni chekkanlarga o'zi va'da qilgan hisobsiz ajrni ato qilsin. Kelgendur nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri, hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan